Farhod? Ha, oyi. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Yarim kechasi qayerda yuribsizlar? Ko'chani aylanib keldik, muzqaymoq yeb. O'zi ko'zing shamollagan bo'lsa, havo sovuqda muzqaymoqqa nima bor? Ko'zing ahvolini qaragin. Sen nega idishlarni yuvmay ketding? Oyijon, yuvayotgandim. Men ochib ketdim, oyi. Sendan so'ramadim. O'zi javob bersin. 4 ta idishni yuvib qo'yish qiyinmi? Kelib qilmoqchi edim. O'zim yuvib bo'ldim. Bundan keyin meni uyimda yuvilmagan idish turmasin, tushunding-a? Oyijon, bu uyda bitta men yashamayman-ku. Shundoq ham 3 mahal yuvyapman. Qo'lim achishib ketsa ham. Shunda ham indamay qilyapman-ku. Kelin bo'lganingdan keyin ishingni qilasan-da. O'zi idish yuvishdan boshqasiga yaramayapsan-ku. Oyijon. Nozma. Bo'ldi, oyi. Ertaga yuvib ketamiz. Seni qaytib oshxonada o'ralashib yurganingni ko'rmay. Xo'p. Tushundingmi? Xo'p, oyi. Xo'p, yur ketdik. Hamma ishni o'zini vaqtida qilgin. Oyi, bo'ldi. Yur, ketdik. Ha? Nima janjal yana? Oyjon, xudo haqqi men deganim yo'q. Oyi, bulbul qatta tushgani ham Tegma qaratding-ku. Ey, bo'ldi, tegma. Agar olgan bo'lsam qo'llarim kesilsin, bu olganim yo'q. Unaqa dema bolam. Dadajon. Dadajon, men pul olganim yo'q. Iltimos menga. Tuhmat qilmang. Meni qizim o'g'ri emas. Rostdan ham noto'g'ri gapirdimmikin? Zulfiyani ko'ngli qattiq og'ridi. Endi meni kechirmasa kerak. Bolani nima qilarkan? Bir o'zini tug'ib katta qila olmaydi. Haliyam uxlamadingizmi, dada? Yo'q. Ko'zimga uyqu kelmayapti. Dadajon, sizni judayam yaxshi ko'raman. Iltimos, o'sha ayolni uyga qaytarib olib kelmang. Sohiba, qo'ysangchi.